Hamyurtimizning yoshi 27 da, bo'yi 180 cm, vazni 77 kg. Ему 27. Его рост метр 80 сантиметров, вес 77 килограмм ровно. Он мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по ММА, мастер спорта по кикбоксингу. Представляет Jasur Alijonov maktabi O'zbekiston Qo'qon! Kakanskiy Lev Amirxon Alixo'jayev! Referi poyedinka Izzatullo Sharipov, O'zbekiston. Bo'ldi Izzatullo Sharipov. Referi tezdagina jangchilarni aytib o'tamiz. Alirzo Shariati eronlik jangchi 17 rekordiga ega bo'lgan sportchi Amirxon Alixo'jayevni ortiqcha tanishtirib o'tirishning hojati yo'q. Menimcha yakka kurash va aralash jang san'atlari muxlislariga 12-7 Juda ham baquvvat jangchi. gilyotina ketdimi? Gilyotina tik turgan holatda hamma joylarga ko'rsatyapti. Jon uslubida sarg'asini o'tkazib yubordi. Ikkinchi knockdown bu raund hisobidan. Gilyotina uslubiga o'tishga harakat qilyapti, lekin ana endi mahkam ushladi. Ana endi mahkam ushladi. Ana endi qo'l joylashgan. taslim bo'lmoqchi bo'ldi-yu, Bo'ldi. taslim bo'ldi. Tabriklaymiz Amirxonni g'alabali seriyaga qaytish bilan. Bo'g'ish usuli bilan g'alabaga erishdi. В данном поединке победу душающим приемом одержал Oqtepa Jasur Alijonov maktabi Qo'qon Muhammad Amirxon Kakanskiy Lev Alixo'jayev. Amirxon Alixo'jayev, Qo'qon Arsloni bugun g'alabaga erishdi.